Shahardan uncha uzoqlikda bo'lmagan ikkita bir xil 3,1 sotixli xonadonimiz endi patkulch holatda. Hop, Marg'ilon shaharda, Eshonguzarda, Sarmazor boshida, masjidga yaqin hududda 3,1 sotixli ikkita yonma-yon bir xil kottejimiz sotuvga qo'yildi. Sizlar bilan bitta tanishib chiqamiz. Mana bu birinchisi. Bunisi ham xuddi shu bir xil proyektli, 3 ta xonasi bor, ikkita sanuzeli bor, o'zini zelyoniy zonasiga ega. Xonadonimizni eshigini tagida qishin yozin mana oqqon suvi ham bor. Bunisi ikkinchi kottejimiz. Hop, kirishimizga mana shunaqangi keng 3,1 sotixdan ikkita bir xil 3 ta xonasi bor. Mana eshik tagida bitta yopiq garaji bor, bitta mashina bemalol sig'adi. Yoniga mana bitta sovrinlarni qo'yib qo'yishgan, aytgancha, o'zi reklama emas. Shunaqa mana bitta sovrinlar qo'yib, o'zingiz brendingizni tushirmoqchi bo'lsangiz, ustalarimizni telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. So'ri taxta ishlari, duradgorlik ishlari bo'yicha qanaqangi xizmat bo'lsa, vodiy bo'yicha bepul xizmat ko'rsatish ekan. Xo'p, bu xonadonimiz 3,1 sotixdan ikkita yonma-yon gaz, suv, svetlari bor. 3 tasi o'rtada bitta sanuzeli bor. Bunisi bitta mehmonxona, mana aboylarni yopishtirishgan, patkulch holatda kelasiz, shunday yashasangiz bo'ldi. O'zini sanuzeliga ega. Hop, bunisi yana bittasi o'zini yotoqxonasi, ota-onalar uchun bitta yotoqxona. Bunisida ham sanuzeli bor. Aboylarni yopishtirgan, aboylari ham qarang, mo'yish aboylar. Hop, keyingisi o'zingizni talabingizga ko'ra detskiymi, shunga o'xshagan bitta xona qilsangiz, bitta bunisi ham qo'shimcha xona. O'zini orqa tomonida zelyoniy zonaga ham joyi bor, qo'shimcha qurilish qilish uchun ham yetarlicha joyi bor. Hamma shart-sharoitlariga ega. 3,1 sotixdan ikkita yonma-yon kottejimiz narxini 37 mingga baholandi. Keling, baribir jivoy ko'rgan boshqachada. Keling, ko'ring, yoqsa arzon qilib baraka qilamiz. Bonusiga mana shu to'g'risi.